Assalomu alaykum. Sultonobod News kanalining hurmatli va qadrbaland obunachilari. Barchalaringiz omonmisizlar? Musofir yurtlardan turib, okeanning orqa taraflaridan turib bizning kamtarona mehnatimizni qadrlab kuzatib borayotganingiz uchun kattakon rahmat. Hurmatli obunachilarimiz, bu safargi videomiz boshqa safargi videolarimizdan tubdan farq qiladi. Chunki har safargi videolarimizda biz tirik insonlarning borib quvonchlariga sherik bo'lib, tug'ilgan kunlari bilan tabriklab kelayotgan bo'lsak, bu safargi videomizda unday emas. Chunki bu safargi videomizning qahramoni 4 yoshli qizcha Mohinur haqida. Mohinur singlimiz bizning kanalimizni doimiy tarzda kuzatib borgan va videolarimizni ko'rib, havas qilib, uydagilardan mening ham tug'ilgan kunimga chaqirasizlar. Shu akam kelib meni tabriklaydi va oq ayiqcha olib keladi deb niyat qilgan. Afsuski, Alloh taolo niyatlarga yetishlikni nasibli o'zi aylamagan ekan. Shu sababli shu singlimizning xotirasiga ushbu videomizni, bugungi video roligimizni joylashni o'zimizga joiz deb bildik. Va biz singlimizning bir necha suratlarini va oxirgi kunlarda tushgan video tasvirlarini yig'dik va video qildik. Hozir birgalikda singlimizni xotirlab va haqqiga duo qilib videolarini va rasmlarini ko'ramiz. Marhamat. Izlarini izlayin qaydan qizim. Ketdi, osmonda qochib ketdi. Yetang endi qancha kutsam, qabularim uchib ketdi. Lolalar, shibilli lolalar, darvolim bolalar, lolalar. Archa canı yapanların millet. Apafimle aylar kış kadar fırç. Babamız apak peşanası ya. Hassası uzunca
Habibi. Habibi, hayati, sen başkaca. Habibi, hayati, sen başkaca. Otam var. Atam var, anam var, kayısı ve denkemem. Kayba varmış, bak. Peşen nazı yapa. Asadığında kıkırıkı. Kıvrak benim önce. Meni qizim katta qiz bo'lsa nima bo'ladi? Doktor. Xudo xolasa. Sizga yangi chiqib qo'yaman. Xudo xolasa. Ne yaş bo'lib kelsam bo'ladi. Hech o'rningdan seni tilingga shakar salim. Ай-яй-яй-яй, девочки, танцуют, давай, девочки. Что девочки, кайфовала шашка. Вот, танцуй, зорится, ты моя крыса. Mana hurmatli obunachilarimiz, o'zlaringiz ko'rib, yaqindan tanishib oldingiz. Mohinur singlimiz naqadar go'zal qizaloq bo'lganini va kulgulari soxta bo'lmaganini va kelajakda qanday katta orzu-niyatlar qo'yganini. Men va sizning qo'lingizdan keladigan yagona narsa bu duo qilishlik. Hurmatli obunachilarimiz, agarda malol kelmasa, har namozlaringizda yoki tong otganda, kun botganda singlimizning haqqiga duolar qilishingizni so'rab qolgan bo'lardik. Singlimizning joyi jannatlardan bo'lsin deb bugungi videomizga yakun yasaymiz. Mohinurning oila a'zolariga hamdardlik bildirgan holda bugungi videomiz o'z nihoyasiga yetdi. O'zingiz va yaqinlaringizdan so'ng keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, omon bo'ling.